Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, yaxshimisizlar? O'tgan safar mana shu kundamiz videosini Instagram ijtimoiy tarmoqqa qo'yganimizda 400 mingta obunachi ko'rib, buni juda ko'pchilik negativ fikr beryapti. Kunda noto'g'ri kesildi, sababi kunda qiyshiq o'sgan. Qiyshiq o'sgan aynan qiyshiq tarafini pastki tarafidan kesgani uchun buni xato kesish deyapti juda ko'pchilik kommentariyada. Buni hozir tushuntirib beradi mutaxassis o'zi sababini, nima sababdan yonboshga o'sgan kundani pastki tarafidan kesganini tushuntirib beradi. Nima sababdan pastki tarafidan kesding? Endi bu shunday bu kesilaver, bu yerda devor qoladi. Keyin ketaverib 7-8 ga borib, mana pindig ham ketadi hamma joyi. Keyin shira yaxshi turadi ichida. Ichi chuqur bo'ladi. Endi kommentariyada shira oqib ketadi, unday deyapti. 5, 6, 7 kesimgacha mayda kessa bu sap-sariq bo'lib shira oqmay turadi. 10 kesimlarda bu juda suyuqlashib, og'ayotgan payt kelgandan keyin bu kunda o'zi ichiga kirib chuqur bo'lib bo'ladi. Shirani ushlab turadigan bo'lib bo'ladi. Endi ko'plar buni noto'g'ri kesdi deyapti. Masalan, men ham birov uni qilsa kommentariyada yozishim mumkin, buni noto'g'ri kesdi deb. Bu hammaning ham o'z kesimi, o'z unosi bo'ladi. Uslubi. Bir xil takcha kesadi, bir xil kalbasa. Shunday unovlar qulay. Menga shu qulay. Senga shu qulay bo'lgani uchun? Kunda ham qiyshiq o'sgan, ham hamma joy kalbasa ketadi. Tushunarli. Aziz obunachilar, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.